Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari, kanal a'zolari, yaxshimisizlar? Hozir aşağıda yaxshi natija bo'lyapti. Qo'limda olganim uchun salgina xato o'ylab o'tgan bo'lishim mumkin. Oldindan uzr so'rayman. Bu narsaga oldindan uzr so'rayman to'g'risiga. Qarang mana ekan. Hozir mana shu 4-sini, 5-sini bilmayman adashib ketdim. Yaxshi endi yer unaqa katta balo yo'q bu yerda. O'ylayotganda bu joyda katta balo bo'lmaydi mana ekan. Bir donagina kattarog'i bo'ldi. Lekin unaqa maqtalgan darajada katta emas. Mana ekan. Videomiz yoqayotgan bo'lsa albatta obuna bo'lib qo'ying kanalga. Yangi mehmonlar bo'lsa. Oldindan videoga like bosib kelishim oldindan kattakon rahmat. 1 minut shuni yemlab kirib bo'lar. Harmonni joyga oldim. Hozir to'g'risiga hatto tezroq so'rash olmaydigan. Yana baliq uryapti-da. Tezroq so'ramosh olmadim. Kanalda mehmonlar albatta obuna bo'lib qo'yamiz. Yangilar videoyimni ko'rmay turib like bosib o'tgan akajonlar uchun oldindan kattakon rahmat. Hozir bo'ldi. Bu joy juda salishi ham noqulay joyda. Bir salishi ham noqulay joy. Hozir keyin 10 minut bo'lgani yo'q-da. Spit qilolmay qoldim baland alishga mana shu joydan. Dizitagida ekan, lekin juda zo'r ekanda. Baliq shu qayrmonni tashlab alishga spit qilolmay qoldim. Bunaqa darajada zo'r chiqdi hozir. Natija zo'r bo'ldi. Yo'q, videomiz yoqayotgan bo'lsa albatta like yozasizlar degan umiddaman. Hozir chiroyli zo'r videolarni chiqarib boramiz. O'tgan safar to'g'risi gap kommentariyamga yetishibdi. Qayrmon montaj qanaqa? Montaj aytib ketdi, yemlarni aytib o'ting deyishdi. Yem oddiy mayda qizil chuvalchanga bo'ladi yem. Buni ko'rinadigan bo'lsa, mana shu chuvalchanga bo'ladi. Bu chuvalchang shunaqa sovuqrog'idagi axlatlanchida bo'ladi-da. G'ozorlanchida bo'ladi. Shu chuvalchang yaxshi bo'ladi, chunki chuvalchang qaynab bo'ladi-da. Bundan tashqari ujina qurtga ham yaxshi oqyapti. Bizda shalvoq qurt deydi, zelonka qurt deyishadi, har xil aytiladi. Hamma joyda har xil nom. Baliq yaxshi bo'lyapti hozir. Hozirga aytib o'tganimda ozgina paytda 5-6 natija qilib qo'ydim. Hozir ham yengil urib turibdi. Hozir to'g'risiga bitta odam deydi. Sal betga shunday chiqib ketdi. Baliq sal to'xtalib qoldi. Bu joyinda kichkina ariqchada ko'pchilik mayda baliq ushlayapsan deb kommentariyada yozib tashyapti. O'zimni nimamga selkamga endi bu joyda katta baliq yo'q, jon akajonlar bu tagi ham ko'rinyapti, mana ko'ryapsizlarmi? Kichkina ariqcha bu joyda unaqa silatigan darajada katta baliq yo'q. Mayda-mayda asira toshga tushib qoldi. Yaxshi bo'lib qoladi. Oldindan bitta xatolikka uzr so'rayman. Oldingi videolarni ham chiqarib qo'yapman borda. Men qo'limda videoga olaman, shuning uchun ham salgina xatolar o'tgan bo'lsa kechirasizlarmi lekin. Endi prosta baliq ishqibozlari kimdir ro'zadorlar uyida yotganlar bor, o'shalar uchun maxsus buni chiqaryapman.
Havalarda yaxshi chiroyli syomka qilamiz. Harakat qilamiz endi hammasiga ham. Sherigimda 2 dona natija bo'ldi mana. Yaxshi, yomon emas. Yaxshi bo'ldi. Mana o'ziga yem tutganimcha bir dona yana natija bo'libdi. Boyaga aytayotgan aka uchun mana yem mana shu burjinda qurt, sizlarda nima qurt deydi bilmayman, mana shu qurtga yaxshi olyapti. Endi sizlarda qanaqa qurt deyishadi bilmayman. Boya lekin to'g'risi gap. Oldindan uzr so'rayman, salomlashib boshqa qilamiz, chunki shu paytda baliq zo'r turibdi. Endi bu joysa ildizdan tagish uchun ildizga intirib tashladi, kichkina baraka baliq. Shoshqaloq bebalalar juda hurkak, odamdan qattiq hurkadi. So'nggi bir tiniq tay ko'rinib turadi. Endi yaxshi video chiqaramizda harakat qilamiz. Faqat uning uchun obunachilar ko'proq mana shu videoni ko'rayotganlar albatta obuna bo'lib qo'ying. Baliq ishqibozlar oramizda ko'pdir, baliqqa qiziqadiganlar. Hatto obuna bo'lib qo'yamiz. Obuna bo'lsak, bundan chiroyli, bundan yaxshi joylarga berishga harakat qilaman. Qancha obunachi, qancha like yaxshi bo'lsa, mana shuncha yaxshi video chiqarishga harakat qilib beraman. Bugun sal kechroq qolib ketganim uchun vaqtda ancha o'tib qolyapti-da. Hozir keyin yarim soat bo'lgan bo'lsa, anavi bir ham to'xtalib qoldim, o'zimni joy o'zgartiraman. Joy o'zgartirishga harakat qilib beraman, qani. Joy o'zgartirdim. Shole keyin lekin yaxshi bo'lurchi. Bundan kichkina natija bo'ldi. Yaxshi bo'ladigan umidamiz. Kuzatib bering. Mana shu yerda videoni to'xtataman. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosing. Kanalda mehmonlar obuna bo'lib qo'yamiz. Bugun hozir yarim soat oshiqroq o'tirgan bo'lsak, men 7 ta ushlanman, sherigim 5 ta ushladi. Ammo emas, pastroqqa patsaki sherigim 3 ta tashlab chiqqanda hozir bu tomondan o'sha pastroqdan 2 dona bir qashlik bo'ldi. Biz kuzatishda davom eting. Kanalda yangi mehmonlar obuna bo'ling. Videolarimiz yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'ying. Sizlar qanchalik bizni qo'llab-quvvatlab desanglar, yangi videolarni ko'proq chiqaramiz. Albatta bizni kuzatib bering. Sizlar bilan Xudo xolasa kelasi videoda ko'rishguncha hammaniga omad tilab qolaman. Tutayotgan ro'zani hammaniga Alloh dargohida qabul qiladigan bo'lsin deyman. Hammaga omad tilayman. Baliq ovga chiqqanlar albatta eng zo'r katta baliq ushlashingni nasib qilsin Alloh. Omad hammaga akalar.